voy antikorrupsiyada ishlayman, voy plan aytaman. Sen kıstanma lakası taşıma kelesen mi yerge yaptın? Sen su şer buradan bozan. Sen ne korkup kaçıp... O şurada qayoqqa qochding? O'ldirma o'zimni. Rimga olib bergan bo'laman. Avvalda. Aytmanglar urat. Videoda bor u. Yozilib turibdi. Qo'yib turdi do'st. Apasının dedi planni kopman dedi. Bizning nomerlar blokka qo'ydi bu yerda. 500 milyon so'mmi dedi. Yuqorida rahbarimizga ketadi dedi. Bu puldan 1 so'm pul qaytarmaysan dedi. Bu biz vazvaratni dedi. Hakimni ishdan olib tashlab, o'zim odam bor, o'zim odam qo'yaman dedi. Beruniy hakimini aytib turibdi. Rasul Kusherbayevlar hammasi mening odamim. O'zbekistonda qonunni qo'l bilan yumsam, yumiladi, açsam açiladi. Bu tovar mening tovarim. Meniki. Kerakli. O'tgan o'zi korrupsiyaning rahbari bo'la turib, meni korrupsiyaga tortib, mashinangga bir kilo geroin solib qo'yaman va seni quritib yuboraman. Qonun ishlamayman, qonun yo'qmi ularga? 180 million so'm minusga kirdim. Buni o'sha quritib yuborajak o'tiribdi. Yagona TV YouTube kanaliga obuna bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli muhtaram prezidentimiz, butun O'zbekiston ahli, assalomu alaykum. Bugungi mana video murojaatimiz antikorrupsiya rahbari Sherkamol taxallusi bilan Sherali tomonidan o'tgan uyushtirilgan jinoyat bo'yicha hurmatli muhtaram prezidentimiz shuni ko'rib chiqsangiz, shunga tegishli, shuni qonuniy javobgarchilikka, qonuniy jazoga tortgan xodimlarni, shu mas'ullarni qo'yib qo'ysangiz, iltimos sizdan. Bu antikorrupsiyaning boshlig'iman deb o'zini tanishtirgan Sherali o'tgan o'zi korrupsiyaning rahbari bo'la turib, meni korrupsiyaga tortib o'zini mansabini, o'z vakolatini, o'zining shaxsiy ishlarini o'zining foydasiga ishlatib yurgan bu nakasni jazosini berib kerak. Bu menga qarz bo'lib qoldi, bu mendan pul oldi, qurilish material penaloklar sotib oldi. O'tganda 2024-yil Yagona stroy guruhi ochilganidan endi 6 oy to'ldi. Qancha beva bechoralarga, yetim yesir invalidlarga Yagona stroy hisobidan xalq bilan faqat 5 insonlar tomonidan joy solib, uyli qilib, ozgina bo'lsa-da hissamni kambag'alchilikdan, ocharchilikdan ozgina bo'lsa-da hissamni shu O'zbekiston nusuna o'zim hissamni qo'shdim. Bu Nagralar kunini tashkillashtirdik. Men homiylik qildim borib, bu ko'z oldimda bir 200 ming so'm, 300 ming so'm shu Nagran singlimizga pul berdi qo'limdan kelgancha buni deb. Shutib mening ishonchimga kirib oldi. Ishonchimga kirgandan keyin mendan penalog oldi, pul oldi. Oyaqboya bir 2000 dollardan ortiq menga qarz bo'ldi bu. Bu mendan qarzni olib qochib ketdi. Keyin bu aniqlandi. O'zi bino ko'targan qonuniy, noqonuniy u 100% aniq emas. O'tgani u menga aytib qo'ygan, Elqala tumani hokimini ishdan olib tashlab, o'zimning odam qo'yibman. Elqala prokurorini ishdan olib tashladim, o'zim odam qo'yibman. Toshkentdan beri Livoy Kusherbayev, Rasul Kusherbayevlar hammasi mening odamim. O'zbekistonda qonunni qo'l bilan yumsam, yumiladi, açsam açiladi deb o'zim tanishtirdim. Men o'g'an bunday javobini berdim. Sherali, rizq Allohdan. Samiglan adam bu, adam. Menga sening mansabing boshqasi qiziq emas. U aytdi, Rimbergan, sen ko'maklashaman deb. Men o'zim atim Allobergan Rimbergan Shamratovich. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida tug'ilganman. Millatim o'zbek. Bu Yagona stroy guruhini men ham ishonchli rahbar bo'lib sanalaman. Oilaviy korxona ochganmiz. O'sha o'g'anda 6 oy to'ldi endi. 2025-yil hozir. Antikorrupsiya guruhasina mening to'g'rimda yolg'on ma'lumotlarni berib, antikorrupsiyalarning ishonchini xalqning oldida o'sha to'maga tushib tashlayotir. O'tgani antikorrupsiya xodimlaridan da rahmat, korrupsiyaga yo'l qo'ymaslik, hammasini oldini olib, hammasini ko'rib yurib, olib qonun bilan ishlab yuribsiz. Muhtaram prezident, sizning buyruğingizga asosan. Biroq arasında shunday xodim borki, Sherkamolga o'xshagan. Shunda biz qalay antikorrupsiyaga ishonamiz? Qalay antikorrupsiya xodimlarini biz ishonamiz? Antikorrupsiya xodimlari suiiste'mol qilib yursa, bu qanday elga, xalqqa bu antikorrupsiya xodimlari uchun qanday pozor bu? Xalq qalay ishonadi antikorrupsiyaga? Antikorrupsiyani oldin olish rahbarining o'zi lishni o'zi. Endi rahbariman deb tanishtirdi. Antikorrupsiyaning rahbari ko'ruvchi abzat ko'rsatgan, antikorrupsiyasini asosini ko'rsatgan, men endi PG'ga borib, uni ko'rsatgan,
hakim yordamchilaridan ham arasida men shu guvoh bo'lganman. Barib onu ham sening bir ikki qattiq harakatlaringni bilaman, noqonuniy harakatlaringni bilaman deb onu ham guvoh bo'lganman. Pul o'ndirish harakatida bo'lgan. Ulardan ham. U unday nakazlikka aralashibman dedim. O bana tavsiya qildi. Men qonunni yaxshi bilaman. Men sana 40 sotik yer olib beraman. Berunidan sentrdan dedi. Mana biznes planlar ko'rsatdi. 5 milliard so'mlik 5 milliard so'mlik. Muhtaram prezident, menda 5 milliard so'mlik meni obrodimda pul yo'q. Biroq uning bari noqonuniy uyushtirib o'tirgani, bu noqonuniy bu bunday biznes planlarni bari ishlatdik. Buga qancha so'mlab pulim ketdi. Keyin bilsam, bu noqonuniy, men bunday pul yo'q degan, menga milliardlagan summalar ko'rsatilgan. Menga milliardlagan summalar ko'rsatilgan. Buning sherali shaxsan o'zi shularning yanında yurib shular ishlatdi. Bu boshida endi hammasi bu qonuniy bo'ldi. Qonuniy bo'ldi, biznes planlar ko'rsatildi. Men aytilishim bilan Sherkamalning ayt degan so'zini aytib turdim. Keyin bilsam, u bari noqonuniy ekan. 40 sotik yerda olib biznesni rivojlantiraman, penal qo'yaman deb burada ko'rsatma berdik. Keyin endi bu yerni ishlaymiz desam, ular aytdi, hukumatdan 1 milliard so'm kredit olamiz. Buning dedi 1 milliarddan dedi 500 milyon so'mni dedi yuqorida rahbarimizga ketadi dedi. Bu puldan 1 so'm pul qaytarmaysan dedi. Bu biz vazvaratni dedi. Sen o 40 sotik yerga dedi 6 ta joy sol dedi. 6 joy buyog'ini, 6 joy ardına. O joyda sat dedi. Bana shutib ishlaysan dedi. To'xta dedim. Bu noqonuniy o dedim. Yo'q bu qonun men qo'limda dedi. Sen ona xavotirlanma dedi. Buni ben isbotlab bera olaman. Hokimiyatga da birga bordik. Hakim esini qo'zg'ita, hakim shu yerni bermasa, hakimni ishdan olib tashlab, o'zim odam bor, o'zim odam qo'yaman dedi. Beruniy hakimini aytib turibdi. Beruniy hakimini. Sherkamal so'zimga ta'zirim, Beruniydan o'tadi, Xudoga shukr. Ondan boshqa kerak bo'lsa pervizamni ham bani almashtiraman dedi. Prokurorlarni ham bani almashtiraman dedi. Esi men aldima yo'lima to'g'anoq bo'latan bo'lsa dedi. O shu so'zni aytdi. Ondan keyin men bu jinoyat ekanini bildim. Bu bilan biz qarshilashib yurgim kelmadi. Vaqtim ham yo'q. Men o'zim bir tadbirkorman. İşlet chiqarish bilan shug'ullanaman. Penablok asosan penabloklar bilan. O'shim bu antikorrupsiya gruppasina yolg'on ma'lumotlar ko'rsatib, buning hisob raqamida hech qanaqa pul aylanmagan deb. Men bu lokatsiyasi ya'ni Beruniy tumanidagi yerni, 40 sotik yerni. Endi qara, men hisob raqamida chiqarib oldim 2024-yil, 2025-yilga o'tkazgan pullar. Qo'yib buni 171 milyon so'm pozaga ko'rsanglar bo'ladi. Bu hisobda aylangan pullar bular. Oyaqbayağı jami bo'lib 5 aniq bilmayman. Sana hisoblab ko'rish kerak, hisoblab chiqman. 500 milyondan ko'p, 600 millionga chamalab qolsa kerak. 6 oyning ichida 600 milyon so'm oborotga 6 oyning ichida. Hozir kunda haqiqatan menda 12 odamni ish bilan ta'minlab qo'yibman. 12 odamga aylık chiqadi, pensiya fondi yuradi, hammasi налог, hammasi to'lanib kelayotir. Tadbirkorning ish vaqtida налогdan kelib, mana налогning yigitlari aynan mashina turibdi. Kelib ish vaqtida mana уже xalal beryapti. Nechun deganda red jarayonlarini o'tkazishimiz kerak, ustimizdan dedi yolib tushdi, yana bir narsa palamsiga o'sha tushirib qo'yman men uni. Как bu qo'lda qog'ozi haqiqatan shu firma tirkalgan bolalar ishlab o'tirman. Allabegim Rimbergan, Diyarbek, короче, как положено mana dokumentda qancha odam bor, shu odamlar meni ishlab turibdi menda hozir bular. Shunga deyin, undan tashqari men yana 43 odam ish bilan ta'minlanib turibdi degan so'zim bilan ishlab olib turibdi. Menda firmamda qonuniy, dokumentalniy haqiqatan 12 odam ishlaydi. Undan tashqari oila a'zolarim, ayolim, farzandlarim va ukamning kelinlari bilan birgalikda 10 odam yana qo'shiladi. 23 odam bo'ldi. Undan boshqa Mardikor bozordan ish topolmay turgan odam insonlarni meni klientlarim aholiga tarqataman. Penalti men klientlar Mardikor bozorda odam olib kelib, penaltini yuklatadi va cho'tiradi. Guruchlik bilan shug'ullantiradi. U yerdan 5-6 ta odamni olib kelganda ham 10 odam yana ish bilan ta'minlanadi. 33 odam bo'ldi. Undan boshqa shofyorlar bor. Keyin u mendan mahallalar penalti sotib oladi, ular uy quradi. Uy qurgan ustalar bor. U yoqqa 43 odamni, 43 oilani qozoni qaynab turibdi. Shu firma, shu Yag'anastor guruh oilaviy korxona shunga sababchi bo'lib turibdi degan ma'noda aytib o'tganman. Lekin u antikorrupsiya gruppasini tashab, налогga hammasini asosini tekshirib, men ishimga xalaqit berib, undan tashqari menga bu Sherkamal bosib o'tkazyapti. 2000 dollar qarzni bermagan. 20 milyon so'm pul uchun 20 milyonlik odam emasman lekin men.
ondan boshqa ondan qarzim so'rab borsam, birinchisi ag'ach berib berdi menga. Sen ağaç verip bilemem şöyle ağaç alana bir. Ag'ach u pulga yetmaydi. O vaqtinchalik garov evazida senda tursin. Shu 10 kun ichida yoki 11 kun ichida men pulni qaytara olmasam, bu garov o'z kuchini yo'qotsin, senda qolsin degan so'zni aytgan. Shu so'zni asosan ag'achlarni aketdim va qaytarib berdim. Qaytarib bermasam ham bo'ladi edi. O'zaro kelishimimiz shunday bo'ldi. Mana bugun 17-fevral. Narxan aka omonatini topshirib o'tirman. Soat 11:12. Narxan aka omonatingizni qabul etib oldingiz-ku? Bari joyinda-ku bari. O'tgan bir shtuk ham yechaqa ketmadi. Bari qalay oldim, shundancha kelib tushdi. Undan boshqa, uni sherigi Narxan degan odamni meni otam deb tanishtirgan. Narxan degan inson meni o'g'lim deb tanishtirgan. Otali o'g'il yuribdi, bu halol insonlar ekan deb boshida o'ylab, xato qilganim shu yerda mening. Endi bu odam menga bosim o'tkazyapti. Bu arkadaşlar gruppasidan berib seni yo'q qilaman. Mashinangga 1 kilo geroin solib qo'yaman va seni quritib yuboraman deb menga shunaqa bosim o'tkazyapti. Hurmatli Ichki ishlar vazirligi, shu odamni bir tekshirib ko'ring. Bu geroin bilan aloqasi bormi yoki yo'qmi uni bilmayman. Geroin bilan aloqasi bo'lmasa, 1 kilo geroinni qayerdan oladi va qayerdan olib men mashinamga soladi? Men u yo'g'ini bilmayman. Mo'sh ichki ishlardan oladigan chiqar. Mo'sh shuni geroin sotuvchilardan oladigan chiqar, uni men bilmayman. Shuni bir tekshirib ko'rsangizlar. O'tgan o'zgargan yoshlarimizga katta zarari bor buni. Undan tashqari, shunda antikorrupsiya xodimina shunda qonun ishlamayman, qonun yo'qmi ularga? Menga qonuniy chora ko'riladi, налогlar kelib tekshiriladi, red jarayonlarini o'tkazadi, ishma qilib beradi. Antikorrupsiya xodimina hech qanday qonun o'ynamayman. Antikorrupsiya boshqa xodimlarni hurmat qilaman. Korrupsiyani oldini oladi, mamlakatda tinchlik saqlovga harakat qilib ishlab yurgan, fidoyi ishlab yurgan insonlar bor, yo'q deb o'tiribman. Lekin mana bunga o'xshash razil insonlar ham bor, sheralga o'xshaylar. Nahotki shunga chora ko'radigan odam yo'q. Bu bir oilaviy korxonani tadbirkorni endi o'sib ketadi. Endi 6 oy bo'ldi. 1 yoshga to'lmagan korxonani o'sib ketgan korxonani. Buni o'sha qurt verajak o'tibdi. Undan tashqari yana video joylagan endi eksportga chiqqan 1 milliard 44 ming so'mlik obrot qayoqda deb talab qilibdi. Endi to'g'ri, YouTube'da aytdim. 72 ming shtuk penoblokni eksportga chiqarib berdim Qozog'iston Respublikasi Taraz qalasına. Biroq degan yeri bor. Furalar chiqarib berdim. Furalar chiqarib bergandan keyin ertasidan video tushirgan bo'laman. Shu videoda aytib o'tdim. Taraz qalasidan xudo xolasa chiqarib berdim. Eksportga ketdi. Oxirgi mashinamiz bugun chiqib ketdi deb aytdim. Ağaylar, mana penologlarimizni Uqon Kamazda shalanda bilan chiqarib tashlayapmiz. Mana. Xudo xolasa bu penoblok Qozog'istonga ketyapti, Qozog'istonga. Eksport chet elga ketyapti. O'zbekistondan chiqmadi. Men tovarlar O'zbekistondan chiqmadi. Buning sababi Grensiyaga borib turdi. U firma menga aytdi, "Короче, menga shartnomalarni yubor, shartnoma imzolaymiz. Sen penologlarni olaman. Bu maktabni ko'taraman. Maktabdan menga zakazchik menga pul tushiradi, keyin senga tushiraman. 8 oyni ichida tushiraman" dedi. 8 oy menga ko'p, 72 ming 1 milliard 44 ming so'm. Endi to'g'ri summasi to'g'ri ko'rsatib qo'yibdi. U pulni men qayerdan olaman? Menga obrot kerak. Obrot aylanish kerak. Sababi men ham boshqa korxonalarda gipslarni, boshqalarni men qarzga olyapman. Qarzga obrot qilyapman. 8 oy menga to'g'ri kelmaydi. 180 million so'm rasxotiman. 180 million so'm minusga kirdim, qarzga kirib, furalarni obrot orqaga qaytardim. Qaytarib penologlarni o'zim qabul qilib oldim obrotni. Yagona TV YouTube kanaliga obuna bo'ling. Endi abzali bu Sherkamolning tushunishi bo'yicha, antikorrupsiyaning xodimlariga tushunishi bo'yicha eksportga ketdi deymanmi? Zarar ko'ramanmi? Ziyon ko'ramanmi? Abzali eksportga chiqarishim kerak ekan. Bular shuni pulini talab qilyapti. Menga ma'qul kelmasa, bu tovar mening tovarim. Meniki. Xohlasam chiqaraman, xohlasam yo'ldan qaytaraman. Agar xohlasam eksportga chiqarsam, puli hisobimga tushadi. Shartnoma orqali tushadi. Endi puli tushmagan, eksportga chiqqan bilmas antikorrupsiya xodimlari iltimos Sherkamolning shaxsiy menga bo'lgan adovatiga nisbatan unaqa qilib gruppalarga tarqatib, men turali informatsiyalarni tarqatmanglar. Iltimos, ijtimoiy tarmoqqa chiqarmanglar.
Oldin bilib olib, tekshirib, o'zimdan so'rab turishdinglar, keyin chiqaringlar, iltimos sizlardan. Muhtaram prezidentimiz, shunga qonuniy chora ko'rishingizni so'rayman. Bu antikorrupsiyada ishlaydigan, bu antikorrupsiya rahbariman deb tanishtirgan o'zi Sheralni işte oltishab unga qonuniy chora ko'rishingizni so'rayman. Nahotki shunga qonuniy chora ko'radigan mutasaddilar bo'lmasa O'zbekistonda. O'zbekistonda qonun xalqqa, tadbirkorlarga o'ynagan qonun antikorrupsiya xodimlariga nahotki bu qonun ishlanmasa. Bu qonunni nima kerak bor shunda? Faqat fuqaroga ishlasa va organ xodimlari yoki boshqa yerda ishlagan mansabdorlarga ishlamasa bu qonun. Marhamat, videolarni har kuni soat 15:00 dan 17:00 ga qadar har kuni videosi chiqadi. Sherkamolni nima bo'ldi, nima qayerda yer oldi, qancha uyini ishlatib, ustalarni pullarini bermay qiynab, shifrlarni qoqtirib, tomlarni yoptirib, ularni pulni bermay qiynab, undan boshqa tosh olib kelgan, shopirlarni so'g'izimizda olib kelgan mashina shopirlarni pullarini bermay qiynagan. Sen qara xalq mana sen shifrlarni qaqdi. Ular ham zar izlab, yilab izlab yuribdi bor-ku. Ular ham yilab izlab yuribdi seni. 2-3 odamdan qarzim bor bo'lsa. Hammasini videosini xudo xolsa 15:00 dan 17:00 gacha Yagona TV YouTube kanalimizda hammasi kuzatib chiqing. Har kuni qo'yaman videoni, har kuni yuboraman.